Qip-qizil bo'libdi-da mana. Bittada nechta tuygan. Aski tuyib ketgan. Baraklar yirik bo'lgan. Kun isiganiga. Gullar izdan yetib kelyapti. Xudo xolisi bu yoq. Maygacha terim bo'ladi. Qulpnaylarimiz. Bugun 16 mart bugun. Bugun yana terim bo'lyapti. Mana ko'rgan bo'lsangiz. Qulpnaylar. Pishgan taraflar. Bizda issiq boshlandi, уже teplitsachi 35 ga chiqib ketyapti. Xudo xolisi. Bugun mel septiramiz, mel. Quyosh nurini yaxshi o'tkazadi va issiqlikni ancha qaytaradi. Mana ko'rgan bo'lsangiz mel. Melga porini aralashtirib, svejiy yangi chiqqan porini, molli gumni aralashtirib sepyapmiz. Yopishib qoladi. Mana farq, sepilmagan, sepilgan taraf. Xudo xolisi ancha salqin ushlaydi ichkarida, lekin quyosh nurini o'tkazib turadi. Shunisi yaxshi mel deydi. Mana hovuzimiz 2 sonalik hovuz. Ko'rgan bo'lsalaring, mana bundan yomg'ir tushadi. Yomg'ir suvini olamiz. Mana shundan bizga tushadi. Do'stlarimiz. Mana oddiy suvimiz yer tagidan chiqadigan. Yesasi 1300 buni. Sho'rligi. Endi yaxshi chim. Ariq suvga qaraganda avjiga chiqqan. Xudo xolisi bugun ham 200 kilo bor. Sherizdan terilyapti. Sherizdan 150-200 kilo terilyapti. Kun isigan sari avjiga chiqyapti, lekin mana bu qulpnayda yumshab ketmasligini oldini olish uchun biz mel surtyapmiz, mel sepyapmiz tepaga. Shu bu yumshab ketgandan keyin bu Toshkentga borguncha yo'lda atalab bo'lib qoladi. Varenniyadan boshqasiga yaramaydi. O'sha maqsadda mel sepilyapti. Mana Kurushkalab sevib chiqadi bolalar. Vaqt o'g'lasa. Mana bu yonboshlarni polni ochiramiz. Shunaqasiga polni ochib tepaga ko'tarib qo'yamiz. Va mana buni ham ochamiz agar ochilsa, xudo xolasa. Mana arkani ham. Biz salqin ushlashimiz kerak, iloji boricha endi yozda. Qancha salqin bo'lsa shuncha qulpnay sho'r bo'lib ketmaydi. Bu issiq ta'siri ham bor, yomon ta'siri bu sho'r qulpnay sho'r qilishi mumkin. Qancha salqin ushlasangiz, ana shuncha shirin bo'ladi qulpnay. Barglar qarang, bu qishda bunaqa barg yo'q edi. Tikka bo'libdi, katta bo'ldi. Mana qarang qulpnaylar. Yirik, xudo xolisa. Bu yerda bir ozroq F bir ko'chati ham aralashgan, ozroq. F3 ham bor, F1 ham bor. Yirik qulpnay bo'ladi, F1lar
Baribir boshqacha. Tushga qaraganda. Ikki xil ko'chatimiz bor. Ana suv tushib chiribdi, iribdi, juda kam. Bizda bor juda kam. Tepadan tomchi tushadi, tomchi shuni ustiga tushgandan keyin asta ira boshlar ekan.